Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun sizlarga bitta zo'r narsa ko'rsatib o'tib ketamiz. Hop, ushbu avtomobilimiz Isuzu MPR 82 zavodskiy gazli ramada o'rnatilgan aksenzator. Buni puli bor akalarga yokida endi biznes boshlamoqchi bo'lib yurgan akalarga ham bitta maslahat. Akalar, hozirgi kunda eng ko'p qurilish bo'lyapti, lekin uni masalan viloyatlarda kanalizatsiyaga ulash ancha muammo bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz bu muammoni yechishi eng zo'r yo'li va sizlarga eng ko'p foyda olib keladigan avtomobil hisoblanadi. Bu avtomobilimizda mana ko'rib turibsizlar, 100% gazda harakatlanadigan bo'ladi. Bu ham sizlarga yoqilg'ini tejashga, yoqilg'iga ketadigan pulni tejashga imkoniyat yaratib beradi. Avtomobilimizda ikkita 150 litrlik gaz ballon o'rnatilgan bo'ladi. Bu gaz ballonlar bilan sizlar 100 kilometrga 25 kuba gaz sarflaganda 300 kilometr, 250 kilometr bemalol yursanglar bo'ladi. Avtomobilimiz ko'ryapsizlar, CNG motor, zavodskiy gazga mo'ljallangan, golovkasiga ham hammasiga garantiya beradi. Hop, ko'rib turganinglardek sisternamiz 4 kubali. Bu nasosi ham mavjud. Nasosi bu yoqda. Nasosdan tortadi va sliv qiladigan joylari ham bor. Avtomobilimizning shlankalari ikkitasi yonida joylashgan bo'ladi. Buni ichida ikkalovini ulab turib 5 metrgacha chuqurlikdan bemalol tortib olib ishlatsanglar bo'ladi. Avtomobilimiz bemalol kreditga olsanglar ham o'zini pulini oqlaydigan darajada samarali hisoblanadi. Mana ko'rib turganinglardek italyanskiy gaz reduktorlari o'rnatilgan. Bundan eng zo'r tarafi gaz tortib olib bo'lmaydi, lekin gaz bersa bo'ladi. Buni klapanni olib tashlasanglar, endi o'zingizlar uchun xavfli hisoblanadi. Sizlarga ushbu avtomobilimiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar qoldiramiz. O'sha raqamlarga aloqaga chiqinglar. Batafsil ma'lumot berib o'tib ketamiz. Kredit desanglar kredit bor, lizingga bo'lsa lizing ham, farqi yo'q. 100% to'lov bo'lsa ham, pul ko'chirish yo'li bilan ham xarid qilsanglar bo'ladi avtomobilimizni.